O'tgan yili 24-noyabr kechda Urumchidagi Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan Jishi Yongyan aholilar o'ltiraq rayonidagi bir binoga o't ketib, oz deganda 40 kishi o'lib ketishdak fojia yuz bergan edi. Ma'lum bo'lishicha, bu o't ofatida o't 15-qavatdan boshlanib, 19 va 20 qavatlargacha tutashgan. O't 3 soatdan ortiqroq vaqtda aran o'chirilgan. Xitoy doiralari ayni vaqtda bu fojiada qazo qilganlarning sonini 10 kishi deb e'lon qilgan edi. Holbuki voqeada oilasi bevosita ziyonga uchraganlarning bayonlari va ijtimoiy taratqularda tarqalgan uchurlarga asoslanganda, oz deganda 44 kishining qazo qilganligi ilgari surilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Urumchida yuz bergan o't ofati Xitoy hukumatining yuqumni nolga tushirish qamal siyosatiga qarshi namoyishlarning piltisiga o't yoqqan. Namoyishlar tezdan kengayib, oq qog'oz harakatiga aylangan. Beijing va Shanxay qatorliq shaharlarda qamal cheklimasiga, shundaqla hukumatning munosabatli siyosatlariga qarshi keng ko'lamli namoyishlar yuz bergan. Bu o't ofatining 1 yillik munosabati bilan Uyg'ur faoliyatchilar va tashkilotlar bayonot e'lon qilib, Xitoy doiralarini bu ofatda ziyonkashish uchirg'uvchilarning kimligini oshkorlashga chaqirdi va Xitoyning bu voqeadagi mas'uliyatining surishti qilinishi kerakligini ta'kidladi. Xitoy Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini yoshirish uchun barliq vositalarni ishlatib, xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yashga urinayotgan bo'lsa-mu, ammo Uyg'urlarning uylarini majburiy chekish, iqtisodiy jihatdan vayron qilish jinoyati davomli oshkorlanmoqda. Lager shohidi Zumrat Davud xonim 24-noyabr Facebookda ham baharlagan bir sen Xitoyning yillardan beri davom qilayotgan Uyg'urlarning uylarini majburiy chekish jinoyatini davomlashtirayotganligini isbotlab berdi. Senda dehqon chorvachilar tushlik tomoq uchun uylariga ketgan fursatdan foydalangan Xitoy rejimining dehqonlarning to'xu va qo'y-qola boqadigan baxmachilik uylarini chekib vayron qilayotganligi, radlik selingan bir qator uyning qisqa vaqt ichida xarobalikka aylanganligi ko'rsatilgan. Xitoy Energiya idorasi Sharqi Turkistondagi tabiiy boyliqlarni bulang-talang qilishni davomli kengaytgan bo'lib, yaqinda Sharqi Turkistonda yangidan 2 ko'mir kon turini tasdiqlagan. Xitoy tashviqot organi Xalq to'rining 21-noyabr xabar qilishicha, Xitoy Energiya idorasi yaqinda Sharqi Turkistonda yangidan 2 ko'mir kon turini tasdiqlagan bo'lib, ular Kebur Sho'rkan rayoni 12-nomerlik ko'mir koni va Yangsar rayoni Kadash rayoni 1-nomerlik ko'mir koni ekan. Bildirilishicha, Kebur Sho'rkan rayoni 12-nomerlik ko'mir konining qurilish ko'lami yilga 1.500.000 tonna bo'lib, bu turning o'rni To'qsun nahiyasi Bo'shik ko'mir konchilik taraqqiyot cheklanish shirkati ekan. Yangsar kon rayoni Kadash rayoni 1-nomerlik ko'mir konining qurilish ko'lami yilga 1.200.000 tonna bo'lib, qurilish o'rni Bugur nahiyasi ekan. Amerika tamojnasi Uyg'ur majburiy emgikiga qarshi Xitoyga qo'shni davlatlarning mahsulotlarini texnik qattiq tekshirishga boshladi. Amerika ovozining 22-noyabr xabar qilishicha, Amerika tamojnasining eng yangi sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, 9-oyda Malayziya va Vyetnamning quyosh energiyalik batareya taxtasi va mikro o'zaklarni asos qilgan 74 million dollarlik elektronlik mahsulotining Amerikaga kirishi rad qilingan bo'lib, uning orasida Uyg'ur majburiy emgiki vositasi bilan ishlab chiqarilgan zapchastlarning bor yo'qligi tekshirilmoqda ekan. 2022 yil 6-oydan boshlab Amerika Uyg'ur majburiy emgikini cheklash qonunini rasmiy ijro qilib, Xitoyning Sharqi Turkistondagi jinoyat qilmishi to'g'risida texnik qattiq belgilama yo'lga qo'ygan edi. Rossiya bilan Xitoyning yuqori darajalik amaldorlarining Rossiya bilan Qrim to'nin qurilish turini maxfiy muzokara qilganligi oshkorlandi. Washington pochtasi gazetining 24-noyabr xabar qilishicha, hukumat bilan munosabati bor Xitoy va Rossiya savdo organlari maxfiy suhbat o'tkazgan bo'lib, suhbatda Rossiyaning Qrimga tutashtirgan dengiz osti tonel yasash masalasini muzokara qilgan. Bu suhbat Rossiyaning Kerik bo'g'ozidan o'tadigan 18 kilometr keladigan ko'rikning bexatarlik andishasi sababli o'tkazilgan bo'lib, bu ko'rik yaqinda Ukraina tarafidan 2 qatim bombardimon qilingan. Navbatda bu ko'rik urushda asalli hujum nishoniga aylanib qolgan. Isroiliya bilan Hamas o'rtasida hosil qilingan mahbuslarni almashtirish kelishimi doirasida bugun 42 falastinlik va 14 isroiliyalik mahbus qo'yib berildi. Bayonotga asoslanganda, Hamas bugun yana 14 isroiliyalik mahbusni topshirib berdi. Buning badaliga Tel Aviv hukumati Isroiliya turmalaridagi 42 falastinlik mahbusni qo'yib berdi.